Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Yoshlar telekanalida Rostini ayting tok-shousi. Bugun ham e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan mavzuga to'xtalib o'tamiz. Dolzarb mavzuga, shuning bilan birga, ya'ni endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetdan saqlanish va davolanishda nima qilish kerak? Ayni mana shu kasallik bilan og'rigan bemorlar bo'lsa, dasturimizni tomosha qilayotganlar orasida ular albatta bu ko'rsatuvni kuzatib borishlari kerak. O'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishadi albatta. Ayni mavzu yuzasidan ma'lumotlar taqdim etish uchun ekspertlarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, ko'rganimizdan xursandmiz. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 800 milliondan ortiq odam aynan qandli diabet bilan kurashib kelayotgan ekan. Nega bu kasallik bugungi kunda bu qadar avj olib ketdi? Dastavval shundan boshlasak. Endokrin kasalliklar insonning turmush tarziga uzviy bog'liq bo'lgan kasallik hisoblanadi. Umuman olganda qandli diabetga kelsak, sayyoramizning hozirda 10% dan ortiq aholisi ushbu kasallik bilan aziyat chekib kelyapti. Endokrin kasalliklarning ko'payishiga sabablar bir qancha omillarga bog'liq. Xususan, zamon rivojlanishi bilan birga diagnostika sifati ortganligi, diagnostik jihatdan kasalliklarga erta tashxis qo'yish, aniqlash birinchi o'rinda turadi. Undan tashqari, hozirda zamon zayli, nima desa bo'ladi, stress, ovqatlanish rejimi, uyqusizlik, insonlarda stress faktorining juda ko'pligi ham bu narsaga sabab bo'lyapti. Undan tashqari irsiy omillar, ya'ni o'sha o'zlaridan oldingi ota-onalarida yoki bo'lmasam qavm qarindoshlarida diabet bo'lgan bemorlarda mana shu stresslar fonida yoki bo'lmasam noto'g'ri hayot tarzi fonida endokrin kasallik kelib chiqish ehtimoli boshqalardan ko'ra yuqoriroq. Zamon rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan kasallik deb ta'kidlab o'tsak bo'ladi. Shu jumladan odamlarda kam harakatlik kelib chiqishi holati oqibatida, undan tashqari ovqatlanish tartibi rivojlanishi, ko'pincha ovqatga sintetik moddalar qo'shilishi, tez tayyorlanadigan ovqatlarga odamlarda urg'u qo'yish oqibatida rivojlanish holati ko'payib bormoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti prognozlariga ko'ra 2050-yilga borib bu kasallikka chalingan odamlar soni 1,5 milliardga yetishi taxmin qilinmoqda. Bu juda katta statistik raqamda. Eshitgan odam qo'rqadi bu 1,5 milliard. Butun yer yuzining 1,5 milliardi shu kasallik bilan chalinadigan bo'lsa, mana shu hozirgi kunda jamiyat yoki tibbiyot oldiga qanday vazifalar qo'ymoqda? Albatta bu profilaktik yo'l, ya'ni ommaga, ya'ni jamoat sog'liqni saqlashga qaratilgan tadbirlar, bu skrininglar olib borish, semizlikka qarshi kurashish, oqilona to'g'ri hayot tarzini kechirishga bo'lgan odamlarda bo'lgan saviyasini oshirish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar. Misol uchun, markazimiz tomonidan har yil o'tkaziladi skrining tekshiruvlar, bu semizlik bilan birgalikda qandli diabet kasalligini erta aniqlashga qaratilgan va shu chora-tadbirlar orasida buni oldini olish yuzasidan olib borilayotgan choralar keng tarqalmoqda. Nimalarda namoyon bo'ladi o'zi qandli diabet kasalliklari? Oldindan aniqlash mumkin? Qandli diabet kasalligi bilan chalingan bemorlarda ularda ilk kuzatiladigan shikoyatlar ko'pincha ko'p suv ichish, chanqashni ko'payishi, bu mavsum tanlamaydi, ya'ni yozda ham, salqin fasllarda ham suvga bo'lgan talabni ortishi va kichik hojatga tez-tez qatnash, ko'pincha mana shu shikoyatlar bilan bemorlar qabulimizga kelishadi. Bundan tashqari, bizada o'zi birinchi tur qandli diabet bor va ikkinchi tur qandli diabet bor. Qisqacha aytib o'tib ketadigan bo'lsam, birinchi tur qandli diabet asosan yosh insonlarda, ya'ni bolalar, o'smirlarda kuzatiladi va ularda kattalarga nisbatan boshqacha simptomlar, boshqacha belgilar bilan ko'proq bizga murojaat qilishadi. Ya'ni ko'ngil aynish, qusish, bolalarning ahvolini og'irlashishi va ba'zan reanimatsion holatlarda ham shunday belgilar bilan bolalar kelishi mumkin. Bundan tashqari, yana tana vazni yuqori bo'lgan odamlarni birdaniga ozib ketishi yoki oyoqlarda og'riq, qo'llarda uvishish, qizish belgilari, qon bosimining oshishi va yana shu kabi boshqa ko'plab shikoyatlar bilan kelishadi. Nima uchun aynan yosh bolalar orasida ham aynan mana shu endokrin kasalliklar, qandli diabet oshib boryapti? Bolalarda hozir ko'p semizlik, to'lalik kuzatilmoqda. Buning sababi noto'g'ri ovqatlanish rejimi yo'q, pala-partish ovqatlanish, juda ko'p
fast foodlar и ovqatlangan paytda ya'ni gadjetlarda ko'p o'tirishi bolalar, ya'ni telefon, televizor qancha yeganini bola bilmay qolyapti. И uxlash rejimi, bolalar kech uxlayapti, kech turyapti, kam harakat bo'lgan hisobiga to'lalik ko'payib bormoqda bolalarning orasida va buni natijasida keyinchalik qandli diabet ikkinchi turiga olib kelishi mumkin. Ya'ni yillar davomida bu narsa takrorlanaversa, buni oldini olishmasa, demak keyinchalik qandli diabet ikkinchi turiga olib kelishi mumkin. Yosh bolalar o'rtasida keng tarqalganda bu kasallik yoki uni davolashga kelganda qanday, asosan uy sharoitida davolanadimi yoki statsionar sharoitda davolash kerakmi buni? Birinchi tur qandli diabet faqat statsionar holatda birinchi aniqlanganda insulin terapiya boshlanadi. Uni birinchi tur diabetda o'zini tushunchaga ega bo'lish kerak. Insulin qanaqa qilish kerak, qaysi mahsulotlarga qilish kerak, qancha miqdorda qon miqdorini o'lchash kerak, bu statsionar holatda tekshirib tushuntirish ishlari olib borilishi kerak. Faqat statsionar sharoitda birinchi va ikkinchi turi bor deb aytib o'tdingiz va hozirgi kunda ikkinchi turi adashmasam keng tarqalyapti bu kasallik. Nimani ta'sirida avj olib ketyapti bu ikkinchi tur? Inson yoshi ulg'aygan sayin o'sha tanasida hamma tizim, organlar rivojlanib, to'la o'sha o'z mukammal darajasiga yetadi. O'shaning uchun ikkinchi tur diabet bu kattalarda uchraydi. Bu nosog'lom hayot tarzi, o'sha noto'g'ri ovqatlanish, ovqatlar miqdoriga qo'shiladigan o'sha emulgatorlar, rang beruvchi moddalar va hokazo. Ikkinchi tur diabetni biz nosog'lom hayot tarzi deb ayta olamiz. Birinchi tur diabet bu nosog'lom hayot tarzi emas. Birinchi tur diabet bizda organizmda umuman insulin ishlab chiqarilmaydi. Insulinga absolyut qaramlik. Ya'ni sizni organizmga chiqmagan insulinni tashqaridan kiritishingiz kerak. Qandli diabet degani nima tushuniladi? O'zi organizmda glyukoza miqdorini oshishi. Glyukoza organizm uchun kerakli modda. Bizni aqliy jarayonlarimiz, harakatlarimiz, jamiki biz inson tanasida borayotgan nafas olish, yurak ishlashi, aqliy jarayonlar, tanadagi harakatlar, bizni hayotimiz glyukozaga bog'liq, chunki glyukoza energiya manbai. Lekin o'sha glyukozani ikkinchi turda muammo shundaki, hujayra qabul qilmaydi. Birinchi turda insulin o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi tur diabetda boshqacha yondashiladi bemorlarga, ikkinchi tur diabetda boshqacha yondashiladi. Kasallikka chalinganlar qanday mahsulotlardan o'zini tiyishi kerak bo'ladi? Albatta, birinchi navbatda glikemik indeksi yuqori bo'lgan mahsulotlar. Ya'ni bizda glikemik indeks degani bu o'sha mahsulotda tez so'riladigan uglevodlar borligi va uni miqdorining yuqoriligi. Bunday mahsulotlarga ko'pincha shirin ichimliklar kiradi, ya'ni gazli ichimliklar, energetiklar, hatto uyda tayyorlangan kompot bo'ladimi, shakardan qilingan limon choy yoki novot choy, asal choy, bularni xalqimiz tabiiy deb hisoblaydi, lekin bularni ham baribir glikemik indeksi yuqori. O'shaning uchun birinchi navbatda shirin suyuq ichimliklarni cheklash kerak. Undan keyin xamirli ovqatlar, shirinliklar, keyin yog'li ovqatlar ham. Chunki baribir moddalar almashinuvida, ya'ni metabolizmda yog'lar bir qismi uglevodga aylanadi. O'shaning uchun yog'li ovqatlarni ham chegaralash kerak. Faqatgina bu uglevodlar emas, shirinliklar emas. Tushunarli, shularga e'tibor qaratish kerak demoqchisiz. Xo'p, e'tiborsiz qoldirish bu kasallikni qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Bolalarni aytadigan bo'lsak, ularda asosan qandli diabet birinchi turi o'zi uchraydi. Ularni e'tiborsiz qoldirish bu og'ir holatlarga olib keladi. Ya'ni bolalarda o'zi tez rivojlanadi bu narsa. Ko'p suv ichish, ko'p peshobga chiqish, ozish bu bir hafta 10 kunda tez rivojlanib ketadi. Shu paytda o'zi ota-onalar ko'pchilik pediatrga murojaat qilib, shu orqali keyin qon miqdorini balandligini bilib, keyin bizga murojaat qilishadi. Ya'ni agar shu vaqtda sal kechiksa, bolalarda og'ir ahvolga olib kelishi mumkin. O'zi bu qandli diabet bo'yicha kimlar xavf guruhiga kiradi va qanday profilaktik tekshiruvlardan o'tib turishlari kerak? Xavf guruhiga asosan 40 yoshdan ikkinchi turini oladigan bo'lsak, 40 yoshdan katta bo'lgan insonlarni kiritamiz. Bunda semizligi bor odamlar asosan kiradi, chunki semizligi bor holatda biz aytib o'tilgan ayollarda bel aylanasi 80 sm dan kam bo'lishi kerak. Erkaklarda
bel aylanasi 94 santimetrdan kam bo'lishi kerak deb nazarda tutilgan. Ya'ni aynan qorin sohasidagi yog' to'qimalarda yog' kislotalari ajralishi natijasida insulinga bo'lgan to'qimalarning sezuvchanligi susayib boradi. Buni biz insulin rezistentlik deb ataymiz boshqa nom bilan. Undan tashqari kimda ko'p stress holati bo'ladigan bo'lsa, ular ham baribir doimiy nazoratda turib o'z-o'zini tekshirib turishi kerak murojaat qilib. Undan tashqari kimda nasliy moyillikka bor bo'lgan insonlarda ham rivojlanish ehtimoli katta. Bu ikkinchi turga keladigan bo'lsak. Tushunarli. Xo'p, mavzu yuzasidan tayyorlangan lavha bor. Bizda hozir shuni tomosha qilamizda. Fikrlarga e'tibor qaratamiz va undan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Qandli diabet, xalq tili bilan aytganda sahr kasalligi, noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlilik hamda zararli odatlar tufayli bugun bu kasallikka chalinish holatlari 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar orasida tobora ortib bormoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, sog'lom ovqatlanish, muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tish hamda to'g'ri qo'yilgan tashxis orqali bu kasallikning oldi olinishi mumkin. Biz bu haqda aholining fikriga to'xtaldik. Sizningcha qandli diabetni oldini olish yoki undan saqlanish uchun nimalar qilish kerak inson? Avvalambor shakardan uzoqda bo'lish kerak. Shakarli napitka bo'lishi mumkin. Ovqatlar, shirinliklar masalan bo'ladi-ku, hozir ko'p shulardan uzoqda yurish kerak. Bilmadim, endi o'zimiz kasal bo'lmaganmiz, ishimiz tushmagan. Asabiylashmaslik kerak. Parhezga bo'lish kerak. Menimchalik to'g'ri ovqatlanish kerak, o'ziga qarab, rejada yurish kerak. Qandli diabetmi? Bilmadim, u bo'yicha hozir menda fikr yo'q. Kundalik sharoitda o'ziga yaxshi qarash kerak. Faqat uy-joy, ro'zg'or, yana o'zini tashvishlari, muammolaridan ortib, odam o'zini sog'lig'iga ham qarash kerak, shifokor ko'rigiga borish kerak. To'g'ri ovqatlanishi, kundalik harakatda bo'lishi, ortiqcha vaznni oldini olish kerak. Bir faqat yeyish bilan cheklanib qolmaydi. Menimcha, u katta siqilishdan ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Vaqtida ovqatlanish kerak, vaqtida uxlash kerak. Jismoniy mashqlar ko'p foyda beradi. Keyin hozir semizlikning oldini olish kerak. Keyin shirinlik ko'p yemaslik kerak. Xalq orasida kasalni davolagandan ko'ra uni oldini ol degan naql bor. Qandli diabet oldini olishi mumkin bo'lgan kasallik turlaridan biri. O'zingiz va o'zgalar sog'ligiga bee'tibor bo'lmang. Rahmat aytamiz hamkasbimizga mana shu lavha uchun va mutaxassislarimiz bu yerda turganliklardan foydalangan holda aytmoqchimanki, yurtdoshlarimizning aholining fikrini bildik. Ular qay darajada endokrin kasalliklar, xususan qandli diabet haqida ma'lumotga ega va to'ldirish uchun nima maslahatlar berasizlar? To'ldirib borishga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda jismoniy faollikka ham baribir urg'u berish kerak, chunki jismoniy faollik aholida qisman kam harakatlilik ko'p uchrayapti hozirgi kunda. Aytib o'tadigan bo'lsak, bundan tashqari baribir har 6 oyda tekshirib turish kerak deb aytib o'tdik. Undan tashqari shirinliklarni baribir qisman cheklash kerak. Uni ba'zi holatlarda bo'ladi, insonda juda ham ko'p ehtiyoj shirinlikka bo'ladi. Unaqangi holatlarda rivojlanishiga olib kelish ehtimoli baribir bo'ladi. O'zi miqdori bormi kundalik hayotda qancha harakatda bo'lib turish kerak? 30-40 daqiqa mashg'ulotlar qilish kerak. Agarda imkoniyat bo'lmagan tariqada 5000-7000 qadam hech bo'lmaganda yurish kerak degan taklif kiritilgan. Ba'zi aholini yarim qismi bunga rioya qiladigan bo'lsa, qolgan yarmida rioya qilmaslik ehtimoli katta. Ba'zilarda shunchaki vaqt tomonidan ham iloji bo'lmaydi. Chunki ko'rib turganimizdek, biz bu kasallik bilan chalinishdan oldingi holatdagi diabet oldi holatdagi insonlar bilan gaplashganimizda ko'pincha vaqt borasida urg'u berib o'tirishadi, o'ziga o'zi vaqt ajratishga imkoniyati bo'lmasligini. Ya'ni uy ro'zg'or ishi, tashvishlar bilan shunaqa. Sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish orqali kasallikni davolash mumkin, to'g'rimi? Oldini olish mumkin. Oldini olish mumkin. Davolash uchunchi? Davolash uchun ham bu chora-tadbirlar ko'riladi, lekin davolash yuzasidan kerakli bo'lgan preparatlarni qandli diabet bilan kasallangan bemorlar qabul qiladi. Yana bir ko'pchilikni qiynaydigan savol. Shirinlikka mukkasidan ketish qandli diabetdan dalolatmi? Ko'p miqdorda iste'mol qilish. Qisman dalolat. Sababi nima? Glyukoza organizm, men boya aytib o'tdim, energiya manbai. Energiya organizm yo'qolmasa to'planadi. Ikkinchi holat bor. Energiya qachon qabul qilinmasa, yana energiya talab qilinadi. Organizmda sahrli diabet boshlanishida
energiyani yaxshi sarflamagani uchun organizmda o'sha shirinlikka, ya'ni energiyaga bo'lgan ehtiyoj ortaveradi. Qanchalik ortgan sari inson ko'proq yegisi keladi, shirinlik yegisi keladi, qabul qilaveradi. Bu yoqda sistemada organizmda o'zgarishlar paydo bo'lgan bo'ladi. Agar shu narsalarga o'z vaqtida e'tibor berilmasa, o'sha skrining tekshiruvlardan o'tilmasa, o'sha analizdan kerakli analizdan topshirib salomatligiga e'tibor bermasa, qandli diabet kelib tushish ehtimoli bor albatta bemorlarda. Bir narsaga e'tibor berib o'tadigan bo'lsak, bemorlarning ko'pinchisi aksariyat hollarda shirin choyni juda ko'p iste'mol qilishadi, yaxshi ko'rishadi. Hattoki oddiy ovqatlangan paytida ham oddiy choy emas, shirin choyni ko'p iste'mol qilish, shu jumladan kichkina bolalarga asosan shirin choy qorinni tez to'ydiradi, undan ko'p nima deydi, tez och qolmaydi degan holatda ovunish yuzasidan ham berilish ehtimollari kuzatilib borilmoqda. Shuni inobatga olgan holatda biz shirinliklarni cheklash demagamiz, qisman kamaytirish. Demak, bu shirinliklar ham organizmga aslida kerakli hisoblanadi. Haddan tashqari ziyod uni qabul qilish aksariyat hollarda diabet rivojlanishiga olib keladi. Yana bitta misolni oladigan bo'lsak, insulinga bo'lgan rezistentlik deb aytdik. Bu holatda to'qimalarni, misol uchun, insulinga bo'lgan sezuvchanligi susayishi hisobiga hujayralarga yetarli energiya yetib bormaydi va odam tez-tez och qoladi va shu holatda shirinlikka bo'lgan ehtiyoj oshib boradi. Shuning ta'sirida demak. Buni ta'sirida ham bu rivojlanish ehtimoli bor. Buni diabetga olib kelish mumkin bo'lgan faktorlarni asosiy qismiga qo'yishimiz mumkin. Tushunarli. Qarang, ilmiy tadqiqotlarda uglevodlarni ovqatlanish so'ngida iste'mol qilish qondagi glyukoza miqdoriga ijobiy ta'sir qilishi ko'rsatilgan. O'zi bu odatni yo'lga qo'yish uchun nimalar qilishimiz kerak? Shunga to'xtalib o'taylik. Birinchi navbatda avvalo to'g'ri ovqatlanish haqida qayta takrorlayapmiz, lekin buni nimaligini kengroq yoritadigan bo'lsak, to'g'ri ovqatlanishga avvalo ovqatdan oldin sabzavotlardan iborat bo'lgan salatni, ya'ni ko'proq miqdorda salatni qabul qilish, so'ngi esa ovqatni o'sha oqsilga boy qismi, ya'ni o'sha tovuq go'sht, mol go'shtini iste'mol qilish, undan keyin uglevod, ya'ni bu uglevodga non, makaron, kartoshka va shirin o'sha ichimliklarimiz kiradi. Uchinchi navbatda, ya'ni keyingi navbatda ularni iste'mol qilish kiradi. Hozir siz aytayotgan tadqiqotni biroz yoritadigan bo'lsam, mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak, uglevodni birinchi bo'lib iste'mol qildik nima-yu, uchinchi bo'lib iste'mol qildik. Miqdori o'zgarmaydi. Faqatgina ketma-ketligi o'zgaryapti. Unda qanday qilib qondagi qand miqdoriga ta'sir qilishi mumkin degan savol tug'iladi odamlarda. Buni asosini qaraydigan bo'lsak, agar kletchatkani, ya'ni o'sha sabzavotli salatlarimiz dedik, ularni birinchi navbatda iste'mol qilsak, undagi tolalar, ya'ni kletchatka mana shu uglevodlarni sekinroq va uzoq muddatda so'rilishiga yordam beradi. Albatta, uglevodlar sekinroq, uzoq muddatda so'rilgandan keyin bunga javoban organizmdan ishlab chiqariladigan insulinning reaksiyasi ham shunga yarasha va tabiiyroq bo'ladi, ya'ni mo'tadil, bir tekisda bo'ladi ishlab chiqarilishi. Agarda uglevodlarni birinchi iste'mol qiladigan bo'lsak, bunda glikemik indeks oshib ketadi, qondagi sahr miqdori ham birdan oshadi va shunga javoban insulin miqdori ham oshadi. Shuning uchun olimlar bu tavsiyani berishgan, ya'ni uglevodlarni keyinroq, ya'ni birinchi kletchatka, keyin oqsil, keyin uglevod qabul qilishi. Lekin bu asosiy davo yoki profilaktik choraga kirmaydi. Bu qo'shimcha bir qisqa bir foizga ega bo'lgan, lekin o'zini foydasiga ega, lekin u darajada katta foyda emas. Shuning uchun birinchi navbatda sog'lom tarelka tushunchasi mavjud bizda. Bu sog'lom tarelkada ya'ni likopchamizning yarmini, 50%ni sabzavotlar va kletchatkaga boy mahsulotlar egallashi kerak. Qolgan 25-30%ni oqsil mahsulotlari, ya'ni o'sha dukkakliklar, mol go'shti, tovuq go'shti, oq go'shtlar, quyon go'shti, qolgan 15-10%ni uglevod tashkil qilishi kerak. Va shunda birinchi ko'p miqdordagi taom qabul qilinadi, keyin foizi o'rtadagisi va eng kami. O'shanda ketma-ketlik ham, balans ham me'yorda bo'ladi. Demak, o'sha taom tanovul qilishni, iste'mol qilishni ketma-ketligi, tartibi ham bu yerda muhim o'ringa ega. Tushunarli. Kattalar va bolalar o'rtasidagi bu kasallikning asosiy farqlari nimada bo'ladi va xavflilik darajasi qanday?
farqi demak aytib o'tyapmiz, qandli diabet birinchi turi bu oshqozon osti bezidagi beta hujayralardan insulin chiqmasligi natijasida kelib chiqadi. Qandli diabet ikkinchi turi bu oshqozon osti bezidan insulin chiqadi, faqat unga bo'lgan sezgirlik pasaygani hisobiga kelib chiqadi. Bu ikkinchi turi kattalarniki, birinchi turi bolalarniki. Demak, ikkalovida ham davo rejasi ham har xil, yo'li ham har xil bo'ladi. Bir xil emas. Ya'ni bolalarda kuzatiladigan diabet birinchi turda faqatgina insulin, ikkinchi turda demak faqatgina to'g'ri ovqatlanish va qand miqdorini tushiruvchi preparatlar bilan davolanadi. Yuzaga kelishini so'radi. Yuzaga kelishi bolalarda o'tkirroq yuzaga keladi. Chunki insulinga o'sha absolyut qaramlik, insulin organizmga kirmay boshladimi, tashqaridan simptomlar tez yuzaga keladi. Chunki insulin organizmga chiqmaydi. Katta odamlarda mana shu simptomlar o'z asoratlari bir xil bo'ladi. Faqat yuzaga kelishi bolalarda o'tkirroq. Kattalarda agar o'sha uzoq vaqt e'tibor bermaslik, uzoq vaqt o'sha kasallikka be'tiborlik qilish, o'sha shifokor tavsiyasiga o'z vaqtiga amal qilmaslik, mana shu narsalarni sekinroq bo'lsa ham yuzaga kelishi sabab bo'ladi. Yurtdoshlarimiz orasida yana shunday holat avj olgan, hech kimga sir emas bu. Aynan qandli diabetdan qo'rqqan holda undan o'zini cheklash uchun ko'proq o'sha qondagi qand miqdorini ko'proq tekshirib turishadi. Bu ham kasallikni oldini olishda muhim rol o'ynaydimi? Tez-tez doktorga borib, shifokorga borib, qondagi qand miqdorini tekshirib turishadi. Hozirgi kunda qondagi qand miqdorini tekshirish uchun vrach nazoratiga yo qabuliga borish shart emas. Hozir glikemik profilni o'lchash uchun, qonda qand miqdorini o'lchash uchun glykometr asbobi ishlab chiqarilgan. Bu uy sharoitida narxi qimmat bo'lmagan, hech qanaqa sizdan juda kuchli tibbiy malaka talab qilmaydigan amaliyot. Qondan, barmoqdan o'sha kerakli miqdorda qon olinib, glykometr yordamida o'lchab tursa bo'ladi. Faqat o'lchashda o'zining qonun qoidasi bor. Ovqatdan oldin yoki albatta 2 soat keyin o'lchash kerak bo'ladi. Qonda qand miqdorini o'zlarini uy sharoitida bemalol nazorat qilib turishlari bu maqsadga muvofiq. Qandli diabet tashxisi qo'yilgan bemorlar qaysi mutaxassislarga o'zi ko'proq murojaat qilishlari kerak bo'ladi? Shunga ham to'xtalib o'tsak. Avvalo birinchi navbatda endokrinolog shifokorga murojaat qilishlari kerak. Tashxisni to'liq tasdiqlab olish uchun. Bularda qandli diabet birinchi turmi yoki ikkinchi turmi? Birinchi tur bolalarda va o'smirlarda davomsiz, lekin ba'zi adabiyotlarda 35 yoshgacha bo'lgan yosh insonlarda kuzatiladi. Ya'ni 35 yoshgacha bo'lgan yosh insonlar bu bolaga ham o'smirga ham kirmaydi. Birinchi tur demoqchisiz. Birinchi tur. O'shaning uchun va ikkinchi tur ham yosharib boryapti. Ba'zan o'sha bolalarimizda tana vaznining ortishi, semizlik ko'pligi kuzatilayotgani uchun bolalarda ham ba'zan mana shu semiz bolachalalarda insulin bilan davolanmaydi, balki tabletka bilan ham qondagi qand miqdorini pasaytirishi. Ya'ni bu boshqa tur. Yana biz bilgan asosiy birinchi va ikkinchi turdan boshqa bo'lgan yana qo'shimcha turlar hisoblanadi. O'shaning uchun tashxisni qaysi biriligini aniqlab va tasdiqlab olish uchun birinchi navbatda endokrinologga murojaat qilish kerak. Undan keyin albatta bu bemorlar uzoq muddat o'zligi qandli diabeti borligini bilmasdan yurganligi uchun ularda ko'plab asoratlar yuzaga kelib bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yurak qon tomir sistemasi tomonidan o'shaning uchun kardiologga murojaat qilishligi kerak. Oyoqlarda o'zgarishlar, ya'ni uvishish, jimirlash, qizish, og'riqlar bo'lishi mumkin yoki yaralar o'zligi bilmagan holda yaralar sezmay qolishligi mumkin yuzaga kelganini. Bunda pediatr shifokorlarga murojaat qilishadi, xirurglarga. Undan tashqari ko'ruv o'tkirligi pasayishi va ko'z ko'ruv a'zosidagi o'zgarishlar kelib chiqishi natijasida, asorat berishi natijasida oftalmolog shifokorlarga murojaat qilishlik kerak. Tushunarli. Qandli diabetni oldini olmasa yoki be'tibor bo'lsa, nazoratsiz qoldirsa deylik, organizmda qanday o'zgarishlar seziladi? Bu faqat to'satdan semirib ketish yoki ozib ketishda asosan namoyon bo'ladimi yoki boshqa ko'rinishlari ham bormi? Semirib yo ozib ketish bu xavf gruppasi. Uni olib qaraganda asosiy yomon holatlar, reanimatsion holatlar. Eng birinchi aytishimiz mumkin bo'lgan qandli diabetda organizmda o'sha juda uzoq vaqt surunkali ravishda energiya taqchilligini organizm his qilgani uchun uglevod bo'lmagan moddalardan keton tanajalari hosil qiladi. Bu ketoatsidoz degan qandli diabetni o'tkir asoratlaridan bor. Ketoatsidoz ba'zi holatlarda reanimatsion holatlargacha borishi mumkin. Undan tashqari uzoq vaqt e'tibor bermaslik qonda keraksiz xolesterinlarni oshirish hisobiga ateroskleroz
qon tomirlarida o'sha a'zolarning qon bilan ta'minlanishi buzilishi yuzasidan yurak qon tomir, yurakda ishemik kasalliklar, agar uzoq vaqt o'tolmasa yurak infarkt kasalliklariga, boshda insult, gipertoniya kasalligi hozir xalqimiz orasida ko'p tarqayapti. Ayniqsa qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda gipertoniya holatlari juda ham ko'p aniqlanadi. Undan tashqari nevropatolog shifokorlarga murojaat qilishlari mumkin o'sha nerv sistemasidagi o'zgarishlar, nerv tolalariga sezuvchanlik pasayishi, ba'zan harakatga ta'sir qilishi, ba'zan hattoki oyoqlarda yaralargacha, o'sha juda og'ir holatda yaralargacha olib borishi mumkin. Undan tashqari ko'zda o'zgarish bo'ladi, deb aytib o'tdi. O'sha ko'zda retinopatiya hisobiga ko'rish o'tkirligining buzilishi, bora-bora umuman ko'rmay qolish holatlariga olib borishi mumkin. Shuning uchun kasallikni doim erta tashxislash va erta davolash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Sog'lom turmush tarziga o'tish uchun inson birinchi navbatda qaysi odatlarni o'zi dastavval o'zida shakllantirishi kerak? Bosqichma-bosqich shunga to'xtalib o'tsak. Avvalo bu harakat tarzi, ya'ni kam harakatlikdan harakatni oshirishga qarab o'tishimiz kerak. To'g'ri, ba'zilarning ish sharoiti to'g'ri kelmasligi mumkin, ya'ni kam harakat, o'tirib ishlaydigan ish sharoiti bo'lishi mumkin. Lekin biroz vaqtliroq turib, hech bo'lmaganda yarim soat yoki 20 minut o'zligiga badan tarbiya uchun, ertalabki badan tarbiya uchun ajratishlari yoki ish vaqtida bo'lsa ham, hattoki kam harakat, ya'ni o'tirib ishlaydigan sharoitda bo'lsa ham, ora-orada har 1 soatdami, 2 soatdami sharoitli qarab turib, hech bo'lmaganda ishxona hududini bir marta yoki 2 marta aylanib chiqish va shuni odatga sekinlik bilan aylantirish kerak. Ya'ni sekin-sekinlik bilan. Birinchi misol uchun badan tarbiyani qo'shadi. Undan keyin har 2 soatda ish vaqtida chiqib aylanib kelishni qo'shadi. Keyin tungi uxlashdan oldin, ya'ni o'sha kechqurungi taomni qabul qilgandan keyin ovqat hazm bo'lishi uchun hamda uyqu yaxshilanishi uchun tungi sayr ham muhim ahamiyatga ega. Tungi sayrni oilaviy qo'shganda, misol uchun faqat o'zi emas, ayoli, farzandlari o'sha noto'g'ri ovqatlanib borayotgan, misol uchun fast food yoki xamirli ovqatlarni kech payt tanovul qilganlar tungi sayr qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ovqatdan keyin demoqchisiz. Ovqatdan keyin. Bu birinchisi. Ikkinchisi va o'sha to'g'ri ovqatlanish, ya'ni ratsional va balansli ovqatlanish. Bunda ya'ni 3 mahal ovqatlanishga o'tish, orada hech qanday 4-5, ya'ni ertalabki nonushta va peshingi taomlanish orasida boshqa narsalarni qo'shmaslik va xuddi shunday peshingi va kechki taom o'rtasida boshqa mahsulotlarni qo'shmasdan 3 mahallik ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanish, ya'ni yetarli miqdorda ko'proq oqsilga boy, qisman yog' va qisman uglevoddan iborat bo'lgan, kletchatkaga, sabzavotlarga, mevalarga boy bo'lgan ovqatlanishni yo'lga qo'yish. Keyingi navbatda uyquni rejimga solish, ya'ni o'sha 9:30-10 da uyquga yotib 7-8 soatlik davomiylikka ega bo'lgan uyquni yo'lga qo'yilsa, ertalab vaqtli turib badan tarbiyaga ham vaqt qoladi hamda inson to'yib turadi. Kech yotganga qaraganda vaqtliroq yotsa. Uyquga to'yib turadi. Keyingi navbatda bu 6 oyda bir yoki 1 yilda bir marta shifokor ko'rigidan o'tib turish. Doimiy. Yosh bolalarda-chi? Sog'lom turmush Yosh tarzi. bolalarda to'g'ri semizlik, to'lalikni oldini olish uchun albatta to'g'ri ovqatlanish, uxlash rejimiga albatta rioya qilishimiz shart. Ya'ni ko'p hozir mana ta'til paytida bolalar ko'rikka kelishyapti, juda ko'pi to'lalik bilan shikoyati. Ya'ni faqatgina bolani cheklash kerak emas, ya'ni oilaviy bu narsaga yondashish kerak. Ya'ni faqatgina sanga mumkin emas deb qolganlari yeyish kerak emas, ya'ni birgalikda o'sha narsaga to'g'ri ovqatlanishga yondashish kerak. Qandli diabet birinchi turini oldini olish bu asosan viruslardan kelib chiqib autoimmun proses bo'lgani uchun bunga hech qanaqa aniq aytolmaymiz. Faqatgina vaksinatsiyani vaqtida olish, viruslardan iloji boricha ehtiyotkorlik bo'lishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Tushunarli. Yurtimizda bu kasallikni keng tarqalishiga yo'l qo'ymaslik, oldini olish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilyapti. Aynan diabet profilaktikasi bo'yicha qanday ishlar qilinyapti? Shunga ham to'xtalib o'tsak. Targ'ibot ishlari. Diabet, o'zi bizda diabetdan oldin prediabet holati bor. Erta skrinning maqsadi ham shundan iborat. Masalan, ba'zi bir o'sha biz sanab o'tgan xavf guruhidagi bemorlar yoki bo'lmasam xavf guruhida bo'lmagan, lekin diabetga chalinish arafasida turgan bemorlarimiz bor. Bizda erta skriningdan maqsad shundan iboratki, bemorlarni o'sha kasallikka o'tishidan oldin
o'sha tashxislab kerak maslahatlarni berib qandli diabetga chalinish xavfini kamaytirish. Bu o'sha hech bo'lmasa poliklinika sharoitida bemorlar chiqib qonda glikemiya miqdorini doim nazorat qilib turishlari, umumiy UZI tekshiruvlari, yurakni EKG tekshiruvlari. Chunki qandli diabet faqatgina ovqatlanish, ratsioni, yurish, semizlikka bog'liq bo'lmasdan turib, boshqa surunkali kasalliklar fonida ham yaxshigina rivojlanib kelayotgan kasallik. Bemorlarimiz, aholimiz orasida juda ko'p gipertoniya kasalligi bor. Juda ko'p bemorlarda gipertoniya kasalligi e'tiborsizlik kuzatiladi. Qanchadan qancha bemorlarimiz qabul paytida o'sha o'zlari davlat darajada bilishmaydi borligini. O'sha gipertoniya kasalligi, qon bosimi, gipertoniya kasalligi bor bo'lgan bemorlar, o't tosh kasalligi, buyrak tosh kasalligi, og'riqlar bilan kechuvchi kasalliklar, surunkali kasalliklar bor bemorlar bor, ishemik yurakda qon bilan aylanishi buzilishi bilan bog'liq bo'lgan bemorlar. Umuman olganda qandli diabet har qanaqa tashqi faktorga sezgir kasallik hisoblanadi. Ya'ni bemorlar e'tibor berishmaydi boshqa kasallikka yoki hayot tarzini to'g'ri yo'lga qo'yishmaydi, yoki o'zlarida bor kasallikni davolashmaydi. Shuning natijasida ham juda ko'p qandli diabet holatlari kuzatilyapti. Qilib o'taman. Yuqorida ham, undan oldin ham aytib o'tib ketdim. Skrining jarayonlari keng miqyosda olib borilyapti. Har yili aholiga tushuntirish ishlari olib borilyapti. To'g'ri hayot tarzini kechirish, shu jumladan erta aniqlanayotgan holatda diabetni oldini olish, diabet kelib chiqmasligini, asoratlarini rivojlanmasligiga kerak bo'lgan tadbirlar o'tkazib borilmoqda. Hattoki oilaviy poliklinika tomonidan ham har bitta xonadonga patronaj hamshiralari borgan holatda bu oilaviy tushuntirish ishlari olib borib kelmoqda. Ha, bu borada ancha ishlar amalga oshirilyapti, faqatgina bu ish tibbiyot xodimlarining zimmasida qolib ketmasligi kerak. Shu maqsadda bu ko'rsatuv tashkil etildi. Aynan bizni dasturimiz orqali ham yurtdoshlarimiz qandli diabetni oldini olish, umuman endokrin kasalliklarga e'tibor qaratish kerakligini bilishsa, bu dasturdan foyda olishsa, demak biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Ma'lumotlar uchun ekspertlarimizga rahmat aytamiz. Ko'rganimizdan xursandmiz va dastur so'ngida o'zingizni ehtiyot qiling va hamisha sog' salomat bo'ling deymiz. Xayr.